شهر رمضان. Ramazon oyi ro'zasini tutmoqni bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Ramazon oyi kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga salovat va durudlar bo'lsin. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa in shi'ta ja'alta al-hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz va muhtaram din qardoshlarimiz, Allohning muborak kechalaridan bir kechada Allohning baytlaridan bir bayt bo'lmish sizlarni bu muhtasham masjid